Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sizlarning havolangizga Odil Yoqubov ijodi haqida so'zlashamiz. Odil Yoqubov o'zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri bo'lib, nasr, dramaturgiya, publitsistika va tarjimonlik sohalarida keng faoliyat yuritgan. U 1926-yil 20-oktyabrda Qozog'istonning Qarnoq qishlog'ida tug'ilgan. U 1956-yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. Odil Yoqubovning ijodi ko'p qirrali bo'lib, u roman, pyesa, qissa, tarjima, publitsistik asarlar yaratgan. Uning dastlabki yirik asari 1951-yilda bosilgan Tengdoshlar qissasi edi. Keyinchalik uning dastlabki qadam, Ikki muhabbat, Muqaddas, Tilla uzik, Bir filiton, Qanot juft bo'ladi, Qanot juft izlayman, Billur qandillar kabi qissalari chop etilgan. Uning boshiga ish tushsa, Ulug'bek xazinasi, Ko'hna dunyo, Diyonat, Oq qushlar, Oppoq qushlar, Adolat manzili kabi romanlari o'zbek adabiyotida psixologik roman janrining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Shuningdek, u chinni muhabbat, aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi, yurak yomg'iri kerak, olma gullaganda, Muzaffar Temur, Bir koshona sirlari kabi pyesalar va Dilbarim, Bahor yomg'irlari kabi konsert ssenariylarining muallifi. Odil Yoqubovning asarlari chet tillarga, jumladan qardosh turkiy xalq tillariga ham tarjima qilingan. Uning ijodi haqida adabiyotshunoslar Matyoqub Qo'shjonov, Ozod Sharofiddinov, Leonid Terakoyan, Umarali Normashov, Norboy Xudoyberganov, Botir Norboyev kabi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Odil Yoqubov 2009-yil 21-dekabrda Toshkent shahrida vafot etdi. Bugungi kunda uning asarlari o'zbek adabiyotining durdonalari sifatida qadrlanadi va yangi avlodlarga ma'naviy meros sifatida yetkaziladi. Aziz kitobxonlar, Odil Yoqubov hayot yo'llari haqida so'zlashganimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.